Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Mana shu ko'plab fuqarolarimiz Rossiya davlatiga borib, yaxshi daromadlar qilib kelmoqda, to'g'rimi? 100% to'g'ri. Mana shu bizni onlayn biznesimizni ochgan ayol ham Anna Mixeyeva domillonlikdan pensiyaga chiqqan, Rossiya davlatining Sankt-Peterburg shahrida yashaydi. Mana shu onlayn biznesimizni ixtiro qilib, mana shu fuqarolarimizga yordam bo'lish maqsadida endi har kim ham borib ishlay olmaydi. Yosh bolali ayol bor, beva, qarri, qurri, keksa. Ana shuning uchun mana shu onlayn biznesimizga kimda xohish istak bo'lsa, sizning lishni pulingiz bizga kerak emas. Bir so'mingizga biz xiyonat qilmaymiz. Ba'zilar aytadi, "Oka, tilimga javob" deydi-ku, shundan 100% emas, 200% halol ish, javob. Aloqaga chiqing, Telegramdan Akmal Jumayev deb yozasiz ruscha harfda, hozir telefon raqamini ham aytib o'taman. Ovozli xabar qoldirasiz, javob berishga harakat qilaman. Siz dunyoning qaysi nuqtasiga yashashingizdan qat'iy nazar 18 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan fuqarolar qo'shilib yaxshi daromadlar qilish huquqiga egasiz. Shuning uchun mana tushunchalar berib, tavsiyalar qilib boryapman. Mana ko'plab fuqarolar aloqaga chiqyapti, Telegramdan tushunchalar olyapti. Ba'zilari qo'shilyapti, ba'zilari qo'shilmayapti. Aka, o'ylab ko'ray, u yoqda umringizni oxirsigacha o'ylang. Men qaytib boshqa aka qo'shilasizmi, yo'qmi deb chiqmayman. Ana shunga majbur ham emasman. Kim xohlasa o'zi uchun daromad qiladi. Yana ham aytib o'tyapman, bir so'm pulingiz bizga kerak emas. Biz nima uchun tavsiya qilyapmiz? Ko'pchilik bilan bog'liq ish bo'lganligi uchun tavsiya qilyapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqing. Xohish o'zingizda, majburiy emas, ixtiyoriy. Lekin shuni aytayinki, olma pish og'zimga tush deb o'tirsangiz, ochdan o'lishingiz aniq. Harakat qil, ishla deyapti borku davlatimiz ham. Unda yotqizib boqayotgan zamon o'tib ketdi. Shuning uchun kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasiz. Kerakli tushunchalar berib boramiz. Mana shu O'zbekistonda ichidan Qashqadaryo, Surxondaryo, Qoraqalpoq, Navoiy, Samarqand, Toshkent, Jizzax, Qoraqalpoq, Buxoro, ana shunday qo'shni davlatlardan ham o'sha takoy odamlar qo'shilyapti. Sizlarga ham mana tushunchalar berib, mana shu Muzrabot tuman xalqi ham hammaga ham ish topilmaydi, kichkina tuman. Mavsumiy ishlar bo'ladi. Shuning uchun uyingizda o'tirib yosh bolali ayollarga ayniqsa juda yaxshi daromadli ish hisoblanadi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xohlovchilar bo'lsa, marhamat, Telegramdan ovozli xabar qoldirasiz, голосовой сообщение, javob berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar.